bo'lsa, yerga qanaqa musibat kelgan bo'lsa, shu musibat kelmasdan avval taqdirga yozib qo'yilgan. Sizlar buni hech narsa qila olmaysizlar. Hukm aytildi, taqdir bitildi, qalam ko'tarildi, sahifa quridi, tamom, ish bitdi. Bizi ustimizga birodarlar, Alloh taqdirga yozgandan oshchasi ham kelmaydi, kami ham kelmaydi. Mana shu iymoningiz komil bo'ladigan bo'lsa, mana shu e'tiqod qalbingizda mustahkam o'rnashgan bo'lsa, dollar nech pul bo'lishi qiziqtirmaydi. Endi nima bo'larki? Kursga qara. Ha nima bo'lardi? Allohning aytgani bo'ladi. 70 so'mdan benzin quyib yuribmiz. 70 so'mdan benzin quyib yuribmiz, birodarlar. Yana benzin qimmatlagan sari katta объемli mashinalarni minyapsizlar. Jiblarda qaranglar ko'payganini. Alloh seni shu mashinani minishingni peshinangga yozganmi, o'sha benzinga yarasha pulni ham beradi. Ma'qulmisan?